Jinsiy aloqadan homilador bo'lmaydi. Noto'g'ri, yarimtada ham bo'lib qolishi mumkin. Kalendar usuli ishonchli. Noto'g'ri, har doim ham ishonchli emas, chunki ko'pchilik ayollarda ovulyatsiya oldinroq, kechroq bo'lishi mumkin. Juda ham ko'p bemorlarim hayz tugashi bilan aloqa qiladida, homilador bo'lib qoladi, hali ovulyatsiyaga bor deb o'ylaydi. Yoki ba'zi ayollar hayz kelishidan oldin aloqa qiladi, ovulyatsiya o'tib ketib bo'lgan deb o'ylaydi. Lekin juda ham ko'pchilikda shu xato qilganligi uchun saqlanmagan holda rejadan tashqari homiladorlik bo'lib qoladi. Prezervativ 100% himoya qiladimi? Har doim emas, 100% ishonchli usul emas, lekin uni to'g'ri foydalanish kerak bundan. Strelkali tabletkani bir kun ichmaslik hech narsa qilmaydi. Noto'g'ri, hatto bir kunni o'tkazib yuborsangiz ham, hatto soatini o'zgartirib qo'ysangiz ham homiladorlik bo'lib qolish ehtimoli bo'lishi mumkin. Emizikli ayol homilador bo'lmaydi. Noto'g'ri, emizikli ayollarimizda hayz kelmaydigan vaqtda ham homilador bo'lib qolish holatlari juda ham ko'p. Shuning uchun saqlanish usulidan foydalanish shart. Jinsiy aloqani uzib qo'yish xavfsiz. Noto'g'ri, bundan ham homilador bo'lib qolganlar juda ko'p. Har safar prezervativ ishlatish kerak. Albatta, har doim ovulyatsiyaga yaqinmi, ovulyatsiya bormi, yo'qmi ahamiyati yo'q, saqlanish shart. Kontrasepsiyani vrach bilan tanlash kerak. Albatta, shifokor tomonidan bemorga, shu saqlanmoqchi bo'lgan ayolga juda ham ko'p variantlar, ularning afzalliklari, kamchiliklari aytiladi va ayol shifokor maslahati bilan tanlaydi, o'zi tanlaydi. Lekin bu har bir organizm uchun individual hisoblanadi. Himoyasiz aloqadan keyin favqulodda kontrasepsiya bor. To'g'ri bor, uni faqatgina zarurat tug'ilganda va juda ham kamdan kam holatlarda qo'llash kerak. Har doim qo'llash kerak emas. Ba'zi patsientlarim bor, har safar to'satdan aloqadan keyin eskapel ichadi. Bu noto'g'ri.